Assalamu alaykum muhtaram qarindoshlar. Ko'rayotganinglar Erkin Osiyo radiosi Uyg'ur bo'limi Tor televiziyasining haftalik xabarlar programmasi. Mazkur saytimizda mush bir hafta jarayonida berilgan muhim xabarlarimizni bir qatim takrorlab o'tmoqchimiz. Men Erkin. Men Gulchehra. Uyg'ur milliy harakati rahbari Rabiya Qodir xonim Yevropadagi ziyoratini oxirlashtirib, Amerikaga qaytib keldi. Rabiya Qodir xonim Amerikaga qaytishining oldida 28 noyabrdan boshlab Yevropa ziyoratining oxirgi bekiti İspaniyada 2 kunlik ziyoratda bo'lgan. Rabiya Qodir xonim bu jarayonda Barselonada chiqadigan Al Tempus haftalik jurnali va Chat radiosi qatorliq matbuotlarning ziyoratini qabul qilgan. Rabiya Qodir xonim 29 noyabr tushdan keyin İspaniyadagi Tibet tashkiloti va İspaniyadagi kishilik huquq tashkilotlari bilan birga o'rinlashtirgan yig'inda Uyg'urlarning kishilik huquq vaziyati to'g'risida doklad bergan. Rabiya Qodir xonim yig'in oxirida yig'inga taklif qilingan Dalay Lamaning singlisi bilan ayrim uchrashib, suhbat olib borgan. Rabiya Qodir xonim İspaniyadagi 2 kunlik faoliyatini g'albalik oxirlashtirgan. Uyg'ur elidagi yorib zar cheklash va AIDSning oldini olish punktida pidoyi bo'lib ishlayotgan Uyg'ur qizi Salomat jamiyatni AIDSning ziyonkashligiga uchirg'uvchilarga ko'ngil bo'lishga chaqirdi. Salomat 5-6 yil ilgari o'zining AIDSdan yuqumlanganligini bilgan bo'lsa-mu, umidsizlanmagan. Hatto 2005-yili boshqalarga AIDS haqida ta'limot berish uchun AIDS faoliyatchisi bo'lgan. U navbatda Urumchida yashaydi. Salomat oxirida yana AIDSning ziyonkashligiga uchirgan qarindoshlarini o'lim vahimasini yengib, AIDSga qarshi kurashga va umidli yashashga chaqirdi. Her yılı 12 ayının 10. günü Xalqaro kishilik huquq kuni bekitilgan bo'lib, bu kun bu yillik Nobel tinchlik mukofotining tarqitish murosimiga to'g'ri keladi. Bu munosabat bilan Angliyadagi Uyg'ur, Tibet va Xitoy ommaviy guruhlari Xitoy turmusidagi vijdon mahbuslarini qutqizish harakati qo'zg'agan. Ular Angliya bosh vaziri xat yozib, Nurmamat Yosin, G'ayrat Niyaz qatorliq yozuvchi va jurnalistlarni turmadagi ba'zi Xitoy ham Tibet vijdon mahbuslarini qutqizishni talab qilgan. Egallishimizcha tizimlikda yuqorqilardan boshqa yana 5-iyul voqeasida qo'lga ilingan Dilshod Parat qatorliq bir qism to'r boshqaruvchilar va Xitoy turmusidagi Liu Xiaobo qatorliq o'qituvchilarmi bor ekan. Slovakiya poytaxti Bratislava shahrida Uyg'urlar masalasini markaz qilgan holda kishilik huquq suhbati o'tkazilgan va Dunyo Uyg'ur qurultiyi raisi Rabiya Qodir xonim haqida ishlangan hujjatli film Muhabbatning 10 sharti ko'rsatilgan. Dunyo Uyg'ur qurultiyining Yevropadagi aloqachisi Mehmet To'xtining ma'lumotiga asoslanganda suhbat 11 oyning 26 kundan 27 kunigacha Slovakiya poytaxti Bratislava shahrida o'tkazilgan. Bu Uyg'urlar masalasining markaziy Yevropadagi davlat Slovakiyada tunji qitim o'ttirg'i chiqish ekan. Bu faoliyatni Slovakiyadagi kishilik huquq tashkiloti bo'lgan Bir dunyo o'rinlashtirgan. Xitoy davlat igidorchiligidagi Jungo neft ximiya sanoat shirkati Uyg'ur elidan Xitoyning Jiajang o'lkasiga tutishadigan gaz turbasi yasamoqchi. Amerikadan chiqadigan savdo xabarlar to'g'rining ko'rsatilishicha, mazkur gaz turbasi Uyg'ur elida ko'mirdan chiqadigan yiqilg'i gazni Xitoyning Jiajang o'lkasiga yetkazadi ekan. Xabarlarga qaraganda, shirkat doiralari Uyg'ur elida maxsus ko'mirdan yiqilg'i gazi ayirib chiqadigan 10 zavod quradi ekan. Bularning ikkisi navbatda Sanji shahrida qurilishga boshlagan. Ma'lumotlarga qaraganda bu xil qurilishning tabiiy ekologiyalik muhitga ilib keladigan aks ta'siri intayin yuqori bo'ladi ekan. Markaziy Shvetsiyadagi WikiLeaks nomli tor beti o'tgan hafta oxiri oshkorlagan maxfiy hujjatlarning ichida Uyg'ur vaziyati va Guantanamodagi Uyg'urlarga doir ma'lumotlar bor. Bularning ichidagi eng diqqat qo'zg'agan nuqtalarning biri Amerika elchixonasining 5-iyul voqeasiga munosabatli yo'llanmasi bo'lib, mazkur yo'llanmada 5-iyul voqeasining Iran qatorliq islom ellarida Xitoyga qarshi norozilik paydo qilish ehtimoli borligi ta'kidlangan. Darvaqa 5-iyul voqeasi portlagandan keyin Irondagi yuqori qatlam diniy o'limalardan Ayatullah Nasir Mukarram Shirozi qatorliq zotlar Xitoy hukumatining musulmonlarni qattiq bostirganligini ayblagan edi. 11 ayning 5-ida Qashqar viloyati tavasidagi Aral yezisi, Yengeriq yezisi va Maralbeshi noyasida orqa-orqadan Xitoy ko'chmanlarini o'ldirish voqealari yuz bergan. Qashqar viloyatlik soqchi idorasidagi ma'lum bir xodimning oshkorlashicha, Yengeriqdagi hujumda o'lgan 2 nafar Xitoy ko'chman yezidagi o'tir maktabning mudiri va uning ayoli ekan. Maralbeshida o'ldirilgani bo'lsa, Maralbeshi bozoridagi bir savdo bozorining muhofizatchisi ekan. 11 ayning 12 kuni Qashqar viloyati Yengishar noyasining Aral yezisida
6 nafar Xitoy ko'chmanning o'ldirilish voqeasi yuz berib, Qashqardagi Xitoy ko'chmanlari va doiralar orasida cho'ng sarosim paydo qilgan. Orol yezisida yuz bergan Xitoy ko'chmanlarini o'ldirish voqeasi doiralar tarafidan davomli turda sir tutilmoqda. Xitoy Səhiyyə Ministerligi e'lon qilgan hukumat doklatiga qaraganda, Xitoyda AIDS yuqumdorlarining soni 319.877 ga, hozirgacha bu kasal bilan o'lganlar 68.315 ga yetgan. Doklatda ko'rsatilishicha, mazkur son 1985-yildan bu yil oktyabrning oxirigacha bo'lgan oraliqda o'lganlarning umumiy soni ekan. Doklatda qaraganda, Xitoyda 2009-yili oktyabrning oxirigacha AIDS'da o'lguvchilar soni 49.845 deb e'lon qilingan. Ammo 2010-yil ichida o'lguvchilar soni biroqli 20 mingga yaqin eshib, yil oxiriga kelganda 68.315 ga yetgan. Doklatda nima uchun o'tgan bir yil ichida o'lguvchilar sonining shuncha tez o'rilganligi tushuntirilmagan. Uyg'ur elimi AIDS tez yamrayotgan rayonlarning biri. Xitoy doiralari Uyg'ur elida AIDS yuqumdorlarining sonining 32 mingdan oshganligini xabar qildi. Muhtaram qarindoshlar, yuqorida Erkin Osiyo radiosi Uyg'ur bo'limining haftalik xabarlar programmasi bo'yicha berilgan muhim xabarlardan vaqt bo'ldinglar. Kelar qitim ko'rishgacha omon bo'laylik. Xush vaqt bo'linglar. Xayr xo'sh.